Piyoda Takanokki. Akbar balon boshingdan qo'ying. Ana o'sha bo'ldi. Shoshilmang. Qo'rilgani yo'q, bular. Pul qani? Chekdim, men 3 ta chek yo'qotdim shu yerda. Tushib ketdi. Olay, 3 ta chek Ber, Sanjarga ber. 3 ta chek shu yerda malik samad tushdi hozir. Olay, pul berdi. Pul berdi. Pulni qo'shib ketgan. Qala, so'rada. Pul berdim, chilani tortib oldingizmi? Chek ham qo'shilib ketgandi. Voy, shu qaralari, aytgan Pul berdim, qo'shilib ketdi. Mashina 100 ming pul oldingizmi? Bo'ldi, o'sha sotingiz. Moshinga aytilgan O'rizal akaning nomidan 100 ko'k, bir chori serka. Sho'rchidan O'rizal oshnasining nomidan bir ko'sam sarka, 100 ko'k ot. Denovdan Yahyo ukasining nomidan 200 ming so'm. Denovdan Yahyo ukasining nomidan ham 200 obshkatel, bir ko'sam sarka, 200 ming so'm pul, bir ko'k ot. Kalonkaga olib kelasan qorali. Nosir Chavg'onning nomidan bir qizil tuya. Nosir. Og'aylar shuning ustiga Nosir Chavg'onning nomidan ham bir qizil tuya. Obshkatel bir qizil tuya, bir ko'k ot, bir ko'sam sarka, 200 ming. Shuni o'g'ayirib borda bir yil qimillamay kindingni qoshilib jot yur. Keteverish kerak. Yana nima? Yo'q. Ular bor. Yana nimaga to'xtab turadi? O tillov uchun to'xtab turadi. Tillovda to'lov ketaverdi. Quruq qoladi. Nosir Chavg'onning nomidan bir qizil tuya, moshinga qorali tuya olib kelasan. Nasir hayda. Ha, Nasir bir yo'ldan tushib ketdi. o'rtada ko'p o'tadi. Yomon chiroyli ushlagan, lekin ushlagan. Chiqib ketolmayapti. Qara, chiqdi. Ona yo'l chiqdi. Qaytadi. Shunga tushib ketdi. Tana. Suga o'tirib oldi. Gavio. 200 ming ber. Endi. Piyoda qoching. Nosir Chavg'onning nomidan bir qizil tuya. Denovdan Yahyo akaning nomidan 700 ming. Sho'rchidan O'rizali oshnasining nomidan bir ko'sam sarka, bir ko'k ot.
Hayır, piyada kaçın. Piyada kaçın. Shu zot halol. Chunki boya Sherzod chavon ot zotiga borguncha yiqiluvdi. Mana endi o'ziga kelib chopyapti. Oshing bu. Sho'rchidan Erkin Hojini uni Sherzod Chavagan, Sho'rchidan Chorboyning Napoleoni bilan ayirdi. Sho'rchidan Erkin Hojini uni Sherzod Chavagan, Sho'rchidan Chori raisning Napoleoni bilan bir qizil tuya, bir ko'k ot, bir ko'sam sarka. Denovdan Yahyo akaning nomidan qo'yilgan 200 mingga ayirdi. Murat akaning nomidan bir chorqoy 200 ming so'm pul bor. Chiqarib olasan. Aynan Murat akaning nomidan bir chorqoy 200 ming. Aynan hozirga 200 ming so'm pul, bir ko'k tuya, bir qizil tuya. Esi var adamlar geliyor adeta. Tabi'lerin kayneti kelyapti. Oqmachi Tojik qishloqdan Zafirovchikning tabi'lasi keldi. Ag'aylar bu yerda hozirgi bir qizil tuya, bir ko'k tuya, bir ko'sam sarka 200 ming so'm puldi. Chori raisning Napoleoni bilan Sho'rchidan Erkin Hojini Sherzod Chavagan ayirdi. Ag'aylar bir toy 200 mingni Mandan Eshonboy Qaysat bilan ayirdi deb ba'zilar bilmay qoldi deyapti. Oqmachdan Olmot Zafirovchikning Pobeda degan oti bilan Mandan Eshonboy davna jinjikdan qo'yib. To'ydarni boshchisi Yusuf akaning nomidan ko'sam sarka, ag'aylar Murat akaning nomidan o'sha bir chorqo'y, bir ko'sam sarka 200 ming so'm pul bo'ldi. Qoralik emas, chiqarib oling. Nimaga suhbatlamaysan? Zaksdaydi. Shamil boboning otini olib kelgan bu yoqqa. Shamil boboning otini mening oldimga olib keling. Toshkentdan cho'g'ib Murat akaning nomidan bir chorqo'y 200 ming, Yusuf akaning nomidan bir ko'sam sarka. Aka yangiliklar bo'lsa aytib turing e'lonlaringizni. Bo'ldi. Odil Chavagan.
ağaylar Adil Çabakan Şeroboddan Xurshid Polvonning Surxon zamoni bilan ayirdi. Sho'rchidan Adil Çabakan Şeroboddan Burnashning egasi Xurshid Polvonning Surxon zamoni bilan ayirdi. Qani yoqqa qo'y, Sanjar o'yoqqa mana yoqdan ko'rinib turibdi. Moshinga olib kelasan, qaralik. Akbar tog'asining nomidan bir qizil tuya 500 ming so'm puli bor. Moshinga olib kelasan. Hozirgi zotda Zarif Chavg'asinadan Qahramon akani Mustangi bilan ayirdi. Ağaylar hozirgi bir qizil tuya 500 mingdan sinadan Zarif Çabakan Qahramon akaning Mustangi bilan ayirdi. Bo'ldi ağaylar. Bundan oldingi zotni Surxon zamon bilan Yusuf bir qo'ydi. Yusuf akaning zotini qani Yusuf aka? Xurshid, bir soat oldin e'lon qilib eshitdim. Şeroboddan Xurshid akaning Surxon zamoni bilan nima ayirdi Adil Çabakan? Hozir undan oldingi zotda 2 uloq 100 ming. Ağaylar ondan oldingi Qo'shcha Sarka 100 mingdan Mannon G'anishamboni o'g'li Jamoliddin G'anishambo. Yigasini oti bilan ayiribdi. $100 ming so'm pul bir ko'sam sarka. Ağaylar ko'sam sarka Yusuf akaning nomidan. Ağaylar O'tkir ukasining nomidan bir qizil tuya, bitta serka, qo'shcha serka, bir qizil tuya 100 ming bo'ldi olib endi. O'tkir ukasining nomidan bir qizil tuya, bir serka, Yusufning nomidan bir serka, yana 100 ming, obshikator qo'shcha serka, bir qizil tuya 100 ming. Yakka qilib olasan. O'tkir ukasining nomidan bir qizil tuya, bir ko'sam sarka. Yusuf akaning nomidan bir ko'sam sarka 100 ming. Obshikator 100 ming so'm pul, bir qizil tuya, qo'shcha serka. Haydang, o'qtaga haydang.
Halol. Arıcağını qilaverasa. Beno 8-martdan Vohid Chobaxon. Yig'il aytaman. Knyaz 2 ligati bilan Qo'shcha Sarka Qizil tuya 100 mingda Beno 8-martdan Vohid Chobaxon jet Xolmurodova. Beno 8-martdan Vohid Chobaxon otasi Absalom Hojimovning Knyaz 2 laqabloti bilan Qo'shcha Sarka Qizil tuya 100 mingda ayirdi. Chiqarib olasan Jahongir ukasining nomidan 100 ko'zi bor. Jahongir ukasining nomidan 100 ko'kat. Qayerga chiqaryapti? 100 ko'kat. Buni tabriklaganining yo'q, foydasi yo'q men hadayman. Haydi! Qara olyapti. Jahongir ukasining nomidan hayda bo'lasin! Har tarafga 100 ko'kat. Qo'shcha Sarka Qizil tuya 100 mingda Beno 8-martdan Vohid Chobaxon otasi Abdusalom Hojimovning Knyaz 2 bilan ayirdi. Endi Knyaz 3 ga taradi ko'ryapsiz. 100 ko'kat har tarafga. Armonda qolma, keyingisiga katta zot bor. Ondan oldingi bir Qizil tuya 500 mingda Qahramon Gayining Mustangi bilan Sinadan Zarb Chobaxon ayirdi. Qahramon Gayining Mustangi bilan. Hayday birasan 100 ko'k. Ko'rsatdi 830 mi? Bak ko'p 100 pul bo'ladi. Shuncha odam berdi. Ha, to'g'ri. Murotagan serkasidan nimani berdi? Jahongir ukasining nomidan har tarafga 100 ko'kat. Bo'yag'ini o'yatding aytadi. Mana bu bakol bo'ladi. O'zim sarda qo'shamidi? Qo'sha. Yusufning nomidan bu hodi. Yusuf yaşayan bu arada Chekka yo'q, yana bitta serka bor edimi? Yusuf'un nomidan bitta. Bu. So'z gel. So'z yuranga. Keldi mana, sudrab keldi. Bosh bo'lsin. Ağaylar Avasxon Eshonboy. Bekki bu ayrılganmi? Nima o'zingiz gapirib berasiz? Uzr. Avvalroq Chobaxon keldim.
Zot qo'yilmagan, bekor uloq. Uloq bekor. Uloq bekor. Ama sen ona aytganim yo'q deyapti o'zi. Ey avvalgi oyga chamaqan keling. Ey og'aylar, Tojikistondan mehmon Ilhom Chamaqan avvalgi Jahongir akaning nomidan qo'yilgan $100 edi. Tashar uloq bekor. Bekor uloq. Ko'tarilgan uloq bekor. Ot boy qishloqdan Rahmat akaning oti bilan Tojikistondan Ilhom Chamaqan boy qishloqdan Ilhom Chamaqan boy qishloqdan Rahmat akaning oti bilan Jahongir akaning nomidan qo'yilgan 100 ko'k otda edi. Lochin Rahmat akaning Lochin laqabli oti bilan. Qo'shinga qaralik qilin. O'zat Singlisi Muhammad opaning nomidan bir 4 yashar ho'kiz, bir chori qo'y, bir chori sarka 200 ming puli bor. Ey, singlisi Muhammad opaning nomidan bir tirik ho'kiz, bir chori qo'y, bir chori sarka 200 ming moshinga qaradi. Ey, yeshit, singlisi Muhammad opaning nomidan 4 yashar ho'kiz, bir chori qo'y, bir chori sarka 200 ming moshinga qaradi. Singlisi Muhammad opaning nomidan bir tirik ho'kiz, bir chori sarka, bir chori qo'y 200 ming so'm pul. Mayli, qarali. Halol, Sayri Chamaqan. Halol. Otangga ro. Uzundan Sayri Chamaqan. Uzundan Sayri Chamaqan. Muhammad opaning nomidan qo'yilgan bir tirik ho'kiz, bir chori qo'y, bir chori sarka 200 mingni jinjikdan qo'yib berdi. Faqat qarasang, Egasdan 500 ming puli bor. Na, to'y egasidan 500 ming, uzundan Sayrining balichkilari ko'pday, Sayriga bitta qarsak bo'lsin. Bir tirik ho'kiz, bir chori qo'y, bir chori sarka 200 ming berdi. boyagi yo'qolgan chekni shu Saidning o'zi aytdi. Xudo shalomat. Ağaylar Mo'min akaning texasi bilan qaytaraman qora qushning egasi Mo'min akaning texasi bilan Sayri Chamaqan bir tirik qiz, bir chori qo'y, bir chori sarka 200 ming berdi. To'ylarning nomidan 500 ming va qanding nur Mo'min aka. Ağaylar Tojikistonlik Ilhom Chamaqan boy qishloqdan Rahmat akaning lochini bilan avvalgi 100 ko'kini ayirdi. Bir qo'y Odiljon qo'y. Qaysi?
Hozirgi to'ylarning nomidan 500 qo'yildi. Odil Chobaqan ayirdi. Joyida. Joyida ekan. Bir o'tkiz, bir chori qo'y, bir chori zarka 200 mingda qora qishning egasi Ma'mun akaning texasi bilan Sair Chobaqan ayirdi. To'ylarning nomidan joyiga 500 ming bor. Otturma ey. Otqaning yo'qmi? Mana akam qizlarni qarayapti. Bu ham Chobaqanning nevarasida. To'ram bu o'ynayapti, mana e'lon qilar. E'lon qilmaysiz. Telefon bilan e'lon qil. Juma to'ra. Juma to'raning nevarasi. Amerikada ishda. Akam bitta bor. Bizim var bulas. Muhim bitta futbolka boshlangich nima? Ta'sir qilmaydi. Ha, yana. Ikkinchisi kayf qiladi. Skadrlar. So'y chog'onlar eshitdilar. Armonda qoldi ikkita zotdan keyin to'yga. Chobaqanlar, otbozlar ormani bo'lma. Otingda almashtir. 2 zotdan keyin to'yiga qo'yiladi. Oting qashamag'ani tep pashag'a tezroq siysin. Sen görüyorsun Kokovi. Abi geçen kadar uçarken. Ben mikrofonu veremem, çünkü böyle öyle veremem. Mikrofonu patlar. Ara falan ne kadar onu abi. Valla bakta. Ha, tobibdi. Kim Damas'ın kalitini yo'qotgan bo'lsa kel. Kim Damas'ın kalitini yo'qotgan bo'lsa kel. Sinchini berib olib ket. Hozirgi zotda 500 ming chiqarilardi. Ona. Kimniki? Bekibo. Eylar, hozirgi 500 mingda Qahramon Gayning Mustangi bilan Biqim Chobaqan ayirdi. Hozirgi 500 mingda Qahramon Gayning Mustangi bilan Biqim Chobaqan ayirdi. Joyiga nima aytdingiz? Joyiga, boyagi otga qoralik qilgan joyiga Jahongir ukasining nomidan 200 ko'k bor. Boynagi otga qoralik qilingan joyga
Jahongir ukasining nomidan 200 ko'ki var. Ağaylar Jahongir ukasining nomidan 200 ko'k oti Daryoqa Qorali ot aytilgan joyga avvalgi 500 mingni biqimcha bo'lgan Qahramongayining Mustangi bilan ayirdi. Jahongir ukasining nomidan 200 ko'k ot. Mannagan otda ayirgan tarafga ayrilgan kelyapti. Ağaylar 200 ko'k ot. Zafar nima dorbozmi? Odil. Hayda. Ağaylar. Zokir polvonning dorbozi bilan Jahongir ukasining nomidan qo'yilgan 200 ko'k otni Odil Chavoqan ayirdi. Yuz ko'k otni Zokir polvonning dorbozi bilan Odil Chavoqan ayirdi. Bu yoqqa nima aytgandingiz Sanjar rais? Nasır Şovandagi aholilik. Ağaylar bakovli qarori bilan Nasır Chavoqan aytdi. Qaror olasan bir qo'rqo 200 ming so'm puli bor. Fariddin oshalarining nomidan. Ağaylar. Ey! Hozir. Sanjar. Hozir. Nasır Chavoqan ayirgan zoti. Mansur ukasi nomidan bir to'rashar pana, O'tkir ukasi nomidan bir qizil biya, to'ydordomda 100 ming so'm pul. Ağaylar almashtirmang. 200 dollardan Odil Chavoqan dorbozi bilan ayirdi. Bir tiri ho'kiz, bir qizil biya 100 mingda Nasır Chavoqan ayirdi. Bunda hech qanaqa anglashilmoqchi bo'lgani yo'q. Odil Chavoqan 200 ni pastga ayirdi. Barakallah. Oqmachi Tojik qishloqdan Xo'ja Zapravshikning graf degan oti. Bir tiri ho'kiz, bir qizil biya 100 mingda Nasır Chavoqan Oqmachi Tojik qishloqdan Xo'ja Zapravshikning graf degan oti bor. Joy nima aytdingiz Sanjar? Choriqo'y 200 ming pul. Choriqo'y 200 ming bor. Qaytaraman. 200 dollarda Zokir polvonning dorbozi bilan Odil Chavoqan. Bir tiri ho'kiz 100 ming so'm pul,
bir Qiziltuyani Nosir Chobaqon, Ahmadchek Hoji ishlab. Hozirgi zotni Fariddin otalari nomida, ukalari nomida. Xo'ja Zapravshtin Kraft degan ati bor. Fariddin akaning nomidan bir chor qo'y 200 ming. Fariddin akaning nomidan bir chor qo'y 200 ming. O'zi işte. Qo'ymaydi qog'oz. Uloq bekor bo'lgan ekan. Og'aylar taka bekor. Bekor dedi. Yoz ko'raylik, sal otsa nariq. Hayda orqaga. Uzoqdan kelgan o'zimizda yaqindan kelgan mehmonlarimiz xafa bo'lib qolmasinlar. Endi qanchaliksiz dunyoni o'zi yo'q. Biz ham harakat qilamiz yaxshi o'tkazishga. Takalarimiz bardosh bermayapti. Endi ishga choptirganimiz uchun hozir bir zotlik takamiz bor faqat. Zotimiz ko'p edi, lekin mana ulgurmadik. Faqat to'y yegani qo'yishga ulguramiz. Chunki takamiz yetilib ketdi. Mana tana ham maydalanib ketdi, ko'rib turibsizlar. Shunga bir yaxshi duo bersalaringiz, Bahodir aka haqlariga, bolalar haqlariga. Ikki bu. Sizni duoyingizni hali bu yoqdagilar eshitmaganlar ham bor ekan. Mayli. Amin. Amin. Oladam sapilla. Düyümlü nabilla. Siyim İbrahim halillah. Çağrım sakallamullaşmayın. Ey Muhammed. Ey Muhammed. Ebu Bakır Sıdık. Umar-ı Adıl. Osman-ı Gana. Hazreti Ali. Gavs-ı Nazım Balagardan. Hazreti Davud. Hazreti Süleyman. 12 imam. Azizler. Avliyalar. Enbiyalar. Pirler. Mürşitler. Şahitler. Allomalar. Ulamalar. Qur'oni Karimda nozil bo'lgan kalimalar qo'llansin. Mana shu to'y qilayotgan akamning ullari otasining nori, elining ori, din islomni Makka mushlagan qori bo'lsin. Yurtboshimizning yuragiga, Chobaqonning polvonlarimizning bilagiga, xalqimizning manglayiga, boshchilarimizning tanglayiga, fermerlarimizning g'allasiga, muroxirlarimizning galasiga, cho'ponlarimizning otariga, cho'ponlarimizning otariga Xudo baraka bersin. Mana shu ob-havolarimiz yomg'irli, bu o't o'lanlarimiz tomirli bo'lsin. Hammaning topgani to'yga ketsin.
Mana shu kim nima yaxshi niyat qilgan bo'lsa, niyatiga yetsin. Sandiqlaringiz to'la dollarli pulli bo'lsin. Kelinlaringiz ulli bo'lsin. Hammangizga mana kelayotgan Navro'z bayram qulli bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Buyog'i bir qo'ydan oshib ketdi Sanjar. Endi hamma pastga. Berma. Pastga yurmasa to'yiga siz tugatamiz. Tortma birodar. Tortma birodar. Ortib bering qo'ydi. Mashinaga olib keldilar. Tortma. To'rt kishi olib ketadi. To'rt tarafdan ko'tarib kelsa. Kim shu ketdi? To'y yegaga nima qo'yilganini, qaralimi, har tarafgami nima bo'lganini yordamchi bakovullar aytib keting. Sanjar kelyapti. To'yiga aytadilar. Nima ayting rais? Hozir pastga olib borgan zotni Nosir Chavg'on Bahodir akani chili bilan olib bordi. Pastga ayrilgan zotni Nosir Chavg'on Bahodir akaning to'ylarning chili bilan ayirdi. To'yiga nima aytdingiz? 500 ming pul edi bu. Boyagi 500 mingni Bahodir akaning chili bilan Nosir Chavg'on ayirdi. To'yiga aytdi. To'yiga bir serka, bir chori qo'y, 4 yashar ho'kiz, bir nortiya. Bir nortiya, bir tiri ho'kiz, bir chori. Ey rais qaralima. Moshinga Shoshmang, bekki bu. Anan so'y o'rniga bitta. Aka, tanani so'yibdilar. Bir chori serka, bir chori qo'y, bir tuya 500 ming pul oladi. Shu yerga qaralima rais. G'aylar. Bir nortiya, bir chori qo'y, bir chori sarka. 500 ming moshinga qarali, tanasidan umid qilma, tana so'yilib, davna atar uni qalb siqib beradi. Anani o'rniga qo'llovlar 500 ming oladi. Hayda, g'aylar, bir nortiya, bir chori qo'y, bir chori sarka, 500 ming to'yiga kolonkaga qarali. Başmay kurun. Hadi nima zot bunavi? Bu yoqqa kelyapti otliq. Hallo, Manoxonason. Hallo. Amazon nishon bu. Halol. Manoxon, endi eshondan emas, nima qildim? Qaysimiz xonim pulni o'ylaydi. Og'aylar. O'zim chiqqan kalerinden mandan qanishim bor. To'yiga bir nortiya, bir chori qo'y, bir
chori sarka 9 o'rniga 500 ming. Manna G'anishan bova. Chaqar Karimindan. Oqalatib chiqarasan 100 ming so'm puli bor. Har tarafga 100 ming bor. Qahramon akaning Toshkenti bilan. Qahramon akaning Toshkenti bilan. Eshitdim. Qahramon akaning Toshkenti bilan Manna G'anishan bova to'yiga bir notiya, bir chori qo'y, bir chori sarka 500 ming. Qahramon akaning Toshkenti bilan Manna G'anishan bova bir notiya, bir chori qo'y, bir chori sarka 500 ming. Tuyanam qo'rqdilar tuyani. Qarab bittamizga qo'yinglar, bittamizga qo'yinglar. Hayday! Chiqarmalar 100 ming. Avvalga to'ygani. Qahramon akaning Toshkenti bilan Manna G'anishan bova jinjikdan qo'ydi. Niye paşımız içinde oraya paşımız? Qahramon. Hozirgi nima? Hozirgi 100 mingda Shoqishloqdan Xurram boboning o'g'li Husniddin Chobaqan. Ulpat Talavayning qora qashqasi bilan Xurram boboning o'g'li Husniddin Chobaqan ayirdi. Bozor boboning oti bilan Uzun qishloqdan Bozor boboning oti bilan Nima? Avaz G'anishan bova. Bundan oldingi 2 vaqtim Mutti Chobaqan Hikmat To'rayevning Mustangi bilan ayirdi. Eng asosiy zot mana Qahramon akaning oti. Siz bo'lgan halimda ko'zaytirib
Hey,